Assalomu alaykum. Eloralon Sevek asasidan. Akalar, aeroport Pulkovo. Ko'ryapsizlar. 1-etaj, 7-iyun. Vaziyat aeroport Pulkovoda qanday? Mana o'zingiz ko'rib turibsizlar akalar. Tinch akalar. Biz dokument akalar iloji boricha shu o'rtadagi stalbalarga 18, 12 stalbalarga kelib tushasizlar. Chunki mana bu yerlarda 15 stalbalar oldida постоянно militsiya bo'ladi. Mana bu yerdan tushgandan keyin akalar 1-etajda sirasi to'g'ri yurasizlar. Mana bu peshxodni perxod mana shu yerdan o'tib olib, avtobusga kelib tushsalari shu yerdan to'g'ri o'tib, mana bu to'g'rida bu chiqish vxod. Bu yer lift. Bu liftdan 2-etaj, 3-etajga chiqib ketsalaringiz bo'ladi. Mana shu yerdan to'g'ri yurib akalar, yurib mana o'rta mana vxodda kirish bor akalar. Mana shu yerda bildirma, indamay o'zlari hayajon bosma, agar militsiya bo'lsa, militsiyalar nor chekka ragida turadi. O'zlari shu yerdan indamay kirib ketsalaringiz bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar. Mana shu yerdan tushib, to'g'ri o'rtadagi vxoddan kirasizlar akalar. Biron muammo bo'lmaydi. Agar dokumentlar juda ham yo'q bo'lsa, bizga telefon qilasizlar, biz o'zimiz o'tkazib qo'yamiz. Agar smena juda qattiq bo'lgan payti. Mana hozir ko'ryapsizlar, soati 20:00 ga yaqin, chunki hozir hamma militsiyalar smena almashyapti. Bu paytida militsiya bo'lmaydi. Mana shu yerdan kirib olasizlar. Kirgandan keyin chapga o'ngga ketasizlar. O'ngga ketsalaringiz O'rta Osiyoga ko'proq o'chadi. Stoyka registratsiya shu tarafga yaqin. Bu yoqdan nimaga o'ng qo'l taraf, chap qo'l taraf almashdim. Salgani akalar uzr. Shunda o'tgandan keyin u yog'i